Assalomu alaykum. Bu darsimizda Bыстрый доступ panelini yaxshiroq hamda chuqurroq o'rganib olamiz. Shuni aytib o'tishim kerakki, Bыстрый доступ paneli bizlar interfeysni bir-biridan boshqasiga o'zgartirgan paytimizda Bыстрый доступ paneli o'zgarmay turadi, chunki u mana bu bizlar saqlanib qilgan interfeys ismlariga bog'liq emas. Buni shu saqlanib qilingan interfeys ismlariga bog'lash uchun настройкаga o'tishimiz kerak. Настройкаga o'tish uchun управлениеga o'tamiz. U yerdan interfeys пользователяga o'tamiz. Пользовательский interfeysga bossak, bizlarga mana bunday adaptatsiya menusini ochadi. Bir ko'rishda juda ham qiyinga o'xshaydi, lekin bu yerda hech qanday qiyin joy yo'q. Buni ham sekin-sekin yaxshilab o'rganib olamiz. Hozir men qilgandek qilsangiz agar, siz hech qayerga xato qilmay, Bыстрый доступ panelini o'zingizga moslab olasiz. Hozir mana bu yerdan panel Быстрый доступga o'tamiz hamda ustiga bosib Новая panel Быстрый доступа yozamiz. Hozir buni o'zimizga moslab siz o'zingizning ismingizni yozishingiz mumkin. Men o'z ismimni yozaman. Tayyor. Ochadigan bo'lsak, bu yerda boshqacharoq настройкалар mavjud. Salgina kamayga mana bu 2 ta 3 ta ortiqchasi yo'q. Endi bu ochilgan Быстрый доступ panelini o'zimizga moslashtirishimiz kerak. Buning uchun o'zimni interfeysimni tanlayman hamda mana bu yerda adaptatsiya рабочего пространствоning ustiga bir marta bosaman. Endi esa qaytadan bu oknaga kelib, kichkina bu yerdan yo'qotib, bunisiga galочка qo'yaman. Hamda готовani bosaman. Hamda принимать qilaman. Ko'rib turgan bo'lsangiz, mana bu yerda galочкалар o'zgardi. OKni bosaman. Hozir o'zgarishni ko'rishingiz mumkin. Boshqa пространствоga o'tkazaman. Bu yerdagilar farq qiladi bizlar qilganda. Bundan tashqari Быстрый доступ paneliga bizlar juda ham ko'p ishlatadigan instrumentlarni olib kelib qo'yishimiz mumkin. Misol uchun mana bu yerda соединить, ya'ni bir-biriga obyektlarni bog'lash komandasi yo'q. Bu mana bunda ichkarida joylashgan. Men xohlaymanki, qayerga bo'lmasin, ana shu yerda соединить tugmasi bo'lsin. Bundan tashqari redaktorning pastida порядок прорисовки ish davomida juda ham ko'p kerak bo'ladigan instrument bor. U tepada turishi afzalroq deb hisoblayman. Chunki ancha vaqtimizni tejaydi. Mana bu birinchisi, ikkinchisi, mana bu to'rttalasini ham mana shu yerga olib qo'yish juda ham yaxshi effekt beradi. Buning uchun bu yerga bosamiz, mana bu uchburchakka, hamda другие komanды nomi ustiga yana bir bor bosamiz. Bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan komandalarni qidirib topishimiz kerak. Birinchisi men aytganimdek соединить tugmasi. Buning uchun so deb yozaman. Soedinить. Shuni shundoqqina olib, mishkani bosib turgan holatda mana buni bir chekkasiga olib kelish kifoya. Bundan tashqari порядок прорисовки komandalari kerak. Buning uchun o'sha komandaning boshidagi so'zlarni yozaman. Kim nechta shunaqa ism bilan boshlanadigan komandalar chiqdi. Bizlarga порядок прорисовки на передний план kerak. Порядок прорисовки на задний план. Hamda перед объектами, hamda за объектами. Bundan tashqari shtrixovka nazad kerak. Bu hamma shtrixovkalarni orqa fonga tashlaydi. Tayyor. Qilib bo'lganimizdan keyin OK tugmasini bosamiz. Bundan tashqari siz lentada turgan instrumentlardan ham Быстрый доступ paneliga birdaniga hech qanday menyuga kirmasdan turib qo'yishingiz mumkin. Buning uchun oddiy o'sha instrumentning ustiga o'ng tugmani bosib, добавить na Быстрый доступ panel qilsak, shu yerga добавить bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, masalan, vid vkladkasida bo'lgan paytimda men shunday poliliniyani olib chizib
chizishni davom ettirishim mumkin. Bundan tashqari, biz 3 do'stlik panelida siz o'zingiz xohishingizga qarab, misol uchun bu yerga bir nechta komandalar bilan to'lib ketdi, bu yerga sig'may qolishi mumkin. O'zingizning xohishingizga ko'ra biz 3 do'stlik panelini pastki lentani pastiga joylashtirishingiz mumkin. Buning uchun mana bu uchburchakka bosib, "Показать под лентой" ni tanlashimiz kerak. Hamda bizlarning biz 3 do'stlik panelimiz mana bu pastki qismga tushadi. Bu unchalik yaxshi deb hisoblamayman, shuning uchun joyiga chiqarib qo'yaman. Hamda mana bu oxirgi poliliniyani добавить qildik, uni ham udalist qilaman, chunki u kerak emas. Undan ham yengilroq usulni bizlar o'rganib olamiz kelgusida. Biz strip do'stlik paneli haqida hozircha shular. Endi bitta сохранить qilib qo'yamiz. Keyingi daftarda ko'rishguncha xayr.